O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti hamda Britaniya kengashi hamkorligi doirasida ana endi siz IELTS imtihoniga ro'yxatdan, o'z universitetingiz hududida ro'yxatdan o'tish hamda xuddi shu o'zingizga tanish bo'lgan hududda imtihonni topshirish imkoniyatiga ega bo'ldingiz. Ro'yxatdan o'tishning ikkita oson yo'li bor. Agar sizda IELTS imtihonidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki imtihon sanasini yoki formatini tanlash bo'yicha savollaringiz bo'lsa, siz universitetimizning koordinatorlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Ular sizga ro'yxatdan o'tish bo'yicha kerakli maslahatlarni berishadi va ro'yxatdan o'tishingizga bevosita yordam berishadi. Agar siz mustaqil o'tishni xohlasangiz, unda siz maxsus QR kodlar orqali o'zingiz o'tishingiz mumkin bo'ladi. Biz bilan Britaniya kengashi orqali IELTS imtihonlariga ro'yxatdan o'tish sizga bir muncha imkoniyatlarni beradi. Ulardan biri 170 AQSh dollari turadigan IELTS Premium kursidan bepul foydalanish huquqi hamda xalqaro standartlarga asoslangan qulay test topshirish imkoniyati hamda talabalarimiz uchun universitet tomonidan rasmiy qo'llab-quvvatlash. Biz bilan bugunoq ro'yxatdan o'ting va IELTSni ishonch bilan topshiring.